Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkita bemorim, Tojikistondan mehmonimiz, Shahristondan va Andijondan bemorimiz, mehmonimiz qayerdan edi? Qo'rg'ontepadan ikkita bemorimiz bugun yaxshi bo'lganliklarini sizlarga aytib bermoqchilar. Video kuzatib boringlar. Birinchi mehmondan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bu nechinchi kelishim? Uchinchi kelishim. Birinchi kelganingizda qattiq og'rirdi? Birinchi kelganish oyog'im o'ldirardi og'riq. Pastga qarab tortardi. Pastga qarab tortardi. Qachon bilganingizga qancha bo'lgan edi o'zi? 3 oydan beri og'riydi. Millimeter necha? 9 millimeter. 9 millimeter gireceğim. Obshi 5 kurs kelasigan mana. 5 kurs qilaman. 5 kurs deganmiz. Siz qayerdan kuzatyapsiz? Kommentariyga yozib qoldiring. Millimeter girejasi necha? Akamda 9 millimeter bilan kelganda bu 3-chi tashrif buyurishingiz. Taxminan necha foiz yaxshi? Hozir o'sha 40%, 50% yaxshi bo'lib qoldi. 40-50% yaxshi. 3-chi kurs kelishadi. 3 ham rezultatini olib, 4 ham 5 ham olsa inshaalloh 100 bo'lar ekan. Mashqlar boshladingiz. Mashqlar boshlanadi. 4 kilometr yurasiz. Yuryapman. Sog'lom odam 4 kilometr yura olmaydi. Akam 4 kilometr bemalol yuryapti-da. Gap bo'lishi emas. Endi Qo'rg'ontepadan akam assalomu alaykum yana bir xush kelibsiz. Bu ikkinchi kelishingizda? İkinci gelişimiz. Xo'p, oldingi safar kelganingizda qattiq og'riyotdi? Oldingi kelganimizda belda oyoqqa jinni beryapti. Xo'p, bilganingizga qancha bo'ldi? Tushunmadim. Grejani bilganingizga qancha? Bilganimga 7-8 yil bo'ldi. Ancha yildan beri qiyin. Ancha yildan Necha millimetr? Beldagisi 4, bo'yinda ham bor 2,5-3. Ham bo'yinda ham belda grejalari bor ekan. Demak, andijonlik bemorimizni ikkinchi kelishlari taxminan necha foiz yaxshi? İkincisida o'zi 50% ga yaxshi bo'ldi, chunki og'riqlar tushaydi ancha. Yurishlari qilib keldingiz-a? Ha, yurishlar qilyapti. Harakatda 4 kilometr yura oldingizmi? Ha, 4-5 kilometrda yuryapmiz. Mana shunaqa agar bemorlar yurib turishsa, oldingidan ancha yaxshi bo'lishadi. Yana bemorlar osilish jarayonlarini o'zingiz kuzatasiz. Videoga like bosib qo'yib, grejangiz bo'lsa pastda nomerga murojaat qilib berishingiz mumkin. Bizni boshladik. Siz qayerdan kuzatyapsiz? Bizning bemorimiz eng ko'p qaysi viloyatda bilib olishimiz uchun kommentariyada yozib qoldiring. Boshladik. Bitta bemorimiz o'rtada qiyshayib yotibdilar, ko'ryapsizlar. Rama ketgan. Akam bugun birinchi kelishadi. Bizning efirlarda yozib turardilar, men boraman deb. Mana bugun nasib Xudo xohlasa ketdilar. Holat yaxshi, mana aytibdilar, holat zo'r deyaptilar. Prosta yotganlarida o'zi ertalab kelganlarida ham og'riq bor edi. Hozir ham yotganda sal qiynalyaptilar. Lekin muammo yo'q. Xudo xohlasa akalarimga o'xshab ikkinchi kursda bularni ham videosini olamiz. Bundan zo'r holatda bo'ladilar. Osilganda birinchi osilishim bo'ldi. Nisbatan yaxshiman dedilar. Endi Xudo xohlasa rezultatni davom ettirish kerak. Agar grejayli bo'lsa, telefon qilib ko'rasizlar, faqat do'stlar grejani davolash o'zingizga bog'liq. Qanaqa sharoitda bo'lsa ham. Yurish, veli haydash, egilmaslik hech nimaga hamma narsani o'zimiz tushuntiramiz. Siz qiling, effekt bo'laveradi. Xo'sh. Voh. Qirsalar shotki bo'ldi. Tojikistonlik bemorimizda aytib o'tgandek, sizlar qayerdansizlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Grejangiz bo'lsa mana efirlardan ko'rib, xo'sh. Voh. Efirlarda boraman niyat qildim deb yozib turib, mana hozir o'rtadagi akam keluvdilar. Bugunning o'zida ancha yaxshiman dedilar. Sirazi birinchisida zo'r bo'lganini chiqarsak, unda to'g'ri bo'lmaydi. Keyingi safar ularning ham videolarini chiqaramiz. Zo'r qilib olaylik. Ertalab kelganlaridan yaxshilar ahvollar. Ko'z tegmasi. Bo'yinlarni tortaman, mana bolalar oyoqlarini tortishyapti boylab. Bo'sh. Hoppa. Chotki osilamiz. Bismillah. Alloh shifosini bersin. Umurtqani cho'zilishi bilan davolaymiz. Hech qanaqa dori-kor yo'q. 1 2 3 4 5. 5 turdim. O'zi 3 turiladi. Qo'rqmay kelaversanglar bo'ladi. Akamiz o'rganib ketganlar uchun 3 turdim. Barmog'ini shunday yechamiz. Xo'p. Aka, hech qanaqa og'riqlar, yo'q. barmoq qiynamadimi? Yo'q, barmoq qiynamadi. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, kelaveringlar, bemalol. Gap yo'q, oyoqqa kiydirib yotaverasiz, yaxshi tomonlar. Agar barmoqdan qo'rqsanglar, ko'rdinglar, tushdilar, barmoq hammasi joyida. Keyingi akamni qirsalatish jarayonlari. Bo'sh. Akam bellar qattiq turadi.
Oh, endi qisiladi. Sen qattiq qo'yib olasiz ham yo'q, o'zi shunaqa. Bellari spazmda, lekin effekt yaxshi bo'lyapti ko'z tegmasi. Do'stlar, butun umurtqa pog'onasini qizdirib olishimiz uchun qo'llarni ham tortishimiz kerak. Bo'ynimizdan chiqqan nervlar qo'lga tarqalgan. Agar biz qo'lni tortadigan bo'lsak, umurtqa pog'onasini bo'yin qismi va ko'krak qafas qismida ham qizish yuzuk keladi. Bo'yindan tortganimizda tepaga qarab umurtqalar bir ochilib oladi. Mana bolalar oyoqdan pastga qarab tortishganda bel ochiladi. Va osilish jarayonlarida yana ham umurtqa pog'onasi yaxshi ochiladi. Ketdi akamiz osilish jarayonlari. Vodiydanlar 1 2 3 4 5 6. Vodiylik akalarimiz shinavanda bo'lishadi. Biz ham ularga shinavanda bo'lib 6 tur bordik. Kommentariyada yozib qoldiring. Siz ham vodiydanmisiz balkim? Kuzatayotgan bo'lsangiz, mana shuncha kilometrdan kelishyapti. Siz ham keling, yaxshi bo'ladi xudo xolisa. Barmoq qalay? Barmoq zo'r. Osilsa bo'ladi. Ha, Og'ritmaydi. yo'q, hech qanaqa og'riq yo'q mana. Uzun turadi. 2 hissani o'rtasi 6 tani. Joyidami? Ana joyida. Kirib yotaverasiz, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p. O'sha gap pastdagi nomerlarga telefon qilib kelaverasiz, muammo yo'q, Grijanda boramiz. O'zbekistonni yo Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Amerikadan bo'lmaysiz. Inshaalloh effekt qilishga harakat qilamiz. Sizdan harakat, bizdan ham harakat. Shifo Allohdan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Hammanglarni kutamiz.